Yangi uy chunki bu shahar eng sentrida. Nima yangi uy oldingiz? 2 etajli uyda yashardingiz. Na Moskovskida. U ham adashmasam minimum 500 ming dollardan qimmat edi. Da. 2 etajli kvartiramiz bor edi. Endi bizda bilasiz, farzandim bor. Bizda 3 ta nyanya farzandimda. 3 ta. Проживание bilan birgalikda biz bilan yashashadi. Albatta, 2 ta domrabotnitsa bor, поварimiz bor. 2 ta yana Davron bilan Bekzod degan ukalarim bor. Shu uchun albatta biz ko'pchiligimiz 2 etajli kvartiraga biz точно sig'madik. Oldindan sizga aytdim o'sha intervyuda biz uy quramizni, shu uchun albatta biz shunaqa qarorga keldik. Tezroq bitta uchastka sotib olib, o'sha yerga ko'chib, undan keyin albatta yangi uyimizga albatta biz ko'chamiz, lekin hozir emas, 1-2 yillarda, chunki bilasiz, qurish oson emas. Yangi hovli qurilganicha yana bitta yangi hovli sotib olishda 1,5 ming dollar shahar sentrida aylanib chiqamiz. Necha sotuv bu? Oy, bu yerda где-то, наверное, 8-9 bilmayman. Manimcha shunaqa. 8-9 sotuv, 700 kvadratcha dedingiz, где-то ichkarida. Ну, где-то так, balkim kamroq, bilmayman.